Ushbu loyiha Aloqa banki hamkorligida Namangan viloyati Namangan tumani Farovon MFI 274 sonli konturda joylashgan bo'lib, bu yerda qulupnay ekini ekilgan. Maydonning hajmi 3 gektar, uzunligi 327 metr, eniga 96 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar tugish-pishish fazasida rivojlanmoqda. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy minerallar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 dan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Tolboq obod diyor MCJ kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 9 tonna, jami 20 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin ekish orqali yer egalarining samaradorligi yanada oshirib boriladi.